Mana u kuni kelganimda bir 8 ta bor edi. Bu 3 tami qolibdi, o'zi anchasi o'tirib ketdi. Bir haftadan ichiga, lekin bozori chaqqon keldi bu. Shunaqa oyoq chaqqon bo'lyapti. Xudo xolasa mana bugun aprel oyida davomisi 3CX Plus modelimizda Samarqandga ketyapti. Asqar akam xonadonlarga. Sohib akam kelib tilab ketgan. Sohib aka tabriklayman aka. Rahmat aka. Sohib akam shuncha ko'p yillik operatorlar, bularni har bitta bergan tavsiyalari biz uchun tillaga teng. Bir o'z kelib ko'rib ketuvdingiz. Qanaqa? O'zi yoqdimi sizga? Qanaqa har xilni haydab ko'rgansiz aka buni? Shunday aka. Xullas JCB ga gap yo'q. JCB endi qaysini ishlatgan bo'lsam juda ham yaxshi funksiyalari, ishlash funksiyalari, chunki ancha yildan beri o'zim ishlataman. Endi bunisiga nima deysiz? Buni ishlash ko'rdingiz haydab. Men ham ishlatib ko'rdim, zo'r. Zo'r, ha, chaqqon, chaqqonroq ham tez. Tez. Xudo xolasa qolgan joylarni ham ishlatgan vaqtingizda bilasiz aka, qulayliklarini hammaga tavsiya qila olasizmi? Albatta tavsiya qilamiz. Kelsin, xarid qilsin. Mana u kuni kelganimda bir 8 ta bor edi. Bu 3 tami qolibdi, o'zi anchasi o'tirib ketdi. Bir haftadan ichiga, lekin bozori chaqqon keldi bu. Shunaqa oyoq chaqqon bo'lyapti. Ancha yillardan beri bu JCBni ishlataman, bunaqa JCB ekskavatorlarni. Lekin dunyo bo'yicha brend haqiqatan ham zo'r texnika. Tavsiya qilaman odamlarga kelsin, olsin, xarid qilsin, ishlatsin. Lekin bunisi yaxshiroq chiqqanga o'xshayapti, zo'r, lekin tez ishlatib ko'rdim, ishlashlari ham chaqqon. Gap yo'q. Tavsiya qilaman odamlar kelib olsin. Asqar aka, xudo xolasa kutib oling. Tabriklayman aka, davomli bo'lsin. 2-3 ta qo'ying bundan ko'payib ketsin aka.